Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizlarmi? Yaxshi kayfiyatlar bilan sizlarga bugun yangi video qilmoqchiman. Grunt haqida. Ko'pchilik gruntni farqiga bormaydi. Hali yangi gulchilarimiz. O'shaning uchun ozroq ma'lumot bermoqchiman. Qaranglar, grunt osnovasi har kim har xil qiladi. Kimdir biomusga, kimdir kokosovый torfga. Mana bu kokosovый torf briket katta kvadratni preslangan bo'ladi. 4-5 kilogramm chiqadi. O'shani olib suvga ivitib qo'yasiz. 10 litr suvga bitta kirpishni 10 litr suvga ivitiladi. Mana shunaqa holatga kelishi kerak. Keyin buni o'zingiz birma-bir qo'lda maydalab chiqasiz. Bu kokosovый torf. Bu osnova emas. Buni to'g'rilab oling. Kokosovый torfda, hurmatli obunachilar, yaxshilab eshitib olamiz. Kokosovый torfda ozuqa umuman bo'lmaydi. Bu xuddi pustoy narsa. Nimaga o'xshatsa bo'ladi? Pustoy butilka. Aqlashga ichida hech nimasi yo'q. Xuddi shunaqa narsa. Bu lekin gullarni, gruntini rixli qiladi. Namlik ushlab beradi o'zida. Yaxshigina namlik ushlab beradi. Keyin cherinok qilganda zo'r tomirlaydi. Plus tarafi o'sha. Ildizni yurishiga mana bu nimalari havo o'tkazadi-da, bu orasida mana. Uni preslasangiz ham, mabodo preslangan taqdirda ham qurigandan keyin orasi ochiladi-da. Orasi ochiladidan ichidan havo yaxshi kiradi. Demak, birinchi masallig'imiz kokosovый torf, bilib oldingizlar, mana shunaqa jigarrang rangli bo'ladi. Buni har xil sorti bor. Nima deydi? Ishlatilganlarni ham ba'zida parnik, o'zimizning parnik teplitsalardan chiqqanlarni ham sotishar ekan. Ehtiyot bo'lasizlar olganda, iloji bo'lsa preslanganidan yoki ishonchli odamdan olasizlar. Men doim preslanganini o'zim olib kelib ivitaman. Keyin mana bunisi kokosovый torf plus chips deb yozaman-ku. O'sha mana ichida kokosovый torfi ham bor, yirik fraksiyali. Mana shu manbalari kokosovый chips. Bu o'zi kokosovый chips aslida sal qimmatroq narsa. Kokosovый chips ham juda gullar uchun foydali. Namlikni yaxshi ushlab beradi. Rixlit qiladigan perlitni nimasi deydi? O'rniga ham bo'ladi, zamiyalar uchun, singonium, antiurum, spatsfilm hamma gulga zo'r ketadi. Juda ham zo'r narsa. Men o'zim yaxshi ko'rib, ko'proq ishlataman bundan, ko'proq solaman. Lekin bu ham pustoy. Bunda ham hech qanaqa ozuqa manbai yo'q. Sulayman, qayt ketchata. Demak, kokosovый torf plus chips haqida ham ma'lumot oldingizlar. Bu ham xuddi shu. Kokosovый torf nimani bajarsa, shuni bajaradi. Lekin mana bu chipslari ko'proq namlik ushlab berish va havo aylantirish xususiyatiga ega. Buni masalan sotib olsangiz, agar bitta qopda 50 litr bo'ladi. Mana shusini terib olib, o'zingizga kerak bo'lsa qoplisini olib, mana shuni отдельный orxideyalar uchun ishlatsa ham bo'ladi, bemalol. Antiurum orxideya gullari uchun. Keyingi mahsulotimiz bu perlit. Eron perliti. Buni ham qopda olamiz. Men olaman. Agar bozordan sotib olsangizlar, litrligi bor. Buni nima deydi? Yirik fraksiyalisi sal qimmatroq turadi. Endi uni qopli olishga men cho'ntagim ko'tarmaydi, lekin mayda fraksiya ham zo'r. Ayniqsa ildizlatishga rosa zo'r narsa. Ko'pchilik gullar ham ekiladi shunga. Sulayman, ya'ni buni alakaziya, aglanema gullarini o'zini ekib o'stirsa ham bo'ladi, faqat har safar dorili suv berish kerak. Pellet ishlatganda namlab keyin ishlatish kerak, chunki changi yo'taltirib, nafas yo'llariga o'tirib qolib, bu yomon narsaga olib kelishi mumkin. Keyingi mahsulotimiz bu oddiy perlitni changi yuqdi. Bu oddiy torf, verxavoy torf. Mana. Bu telefonda rangi boshqacha ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu ochiq jigarrang. Mana shunda asosiy mashinda osnova qilib ishlataman. Verxavoy agrobatsiyniy torfda
ozuqa manbai juda ko'p. Hozir qog'ozini ko'rsatdim sizlarga. Mana hozir tagini ko'tarib yubordim. Yuza qismi juda qurib qolgan ekan. O'shanga rangi ham boshqacha. Mana bu o'rmonda o'sha maxsus yillar mobaynida oddiy mo'x sfagnumni chirigan chirindisi bu. Chirindi desa ham bo'ladi. Mana vitamin mikroelementlari, o'zini foydali ozuqalari ham bor tarkibida. Azot, fosfor, kaliy, magniy, kalsiy, mikroelementlar, sink, bu nima edi? Unutib yubordim. Bu ham ruh, adashmasam. Qisqasi hammasini tushunmayman. Ximik emasman desam ham bo'ladi. Mana kislotnosti 5,5 dan 6,5 gacha. Bu kesli torf sevadigan azaliya, gortenziya gullari uchun emas. Buni ham 3-4 xil varianti bor. Bu torflarni rosa varianti ko'p. Har xilidan ishlatib ko'rdim. Eng zo'ri mana shu Agrobalt Sini. Buni keyin o'zimizda ishlab chiqarishayotgan poddelkalari ham bor. Ehtiyot bo'lasizlar olgan paytda. Buni mana Rossiyadan zakaz qildirib, yaqin magazinchi bor, tanishib qolganmiz. O'sha magazinchiga Rossiyaga zakaz qildirib oldistiraman. Buni nimasi qop qimmat turadi. Litrga sotiladi bular. Faqat ana bu ezilgan kokosiviy torf, unisi kiloga, qolgan hamma narsa litrga sotiladi. Kamdan kam holatlarda perlit kilogramga sotilishi mumkin. Sulaymon, yo'lga chiqma. Xullas, endi hozir mana shu hamma komponentlarni aralashtirib grunt tayyorlayman. Universalniy grunt qilamiz. Gruntni sostavini aytsam, qancha desam, 5 litr Agrobalt Siniga 3 litr kokosiviy torf qo'shardim. Odatda qo'limda kokosiviy chips yo'q paytida. Hozir endi buni bunaqa qilamiz. 5 litr Agrobalt Sini torfga 1,5 litr oddiy kokosiviy torfdan qo'shamiz. 1,5 litr verxovoy chips plus nimadan? Torfdan qo'shamiz. Shunda tengma-teng bo'ladi. Keyin ko'pchilik tayyor. Banaga qayt Sulaymon. Banaga ko'pchilik tayyor universal gruntlarda perlit juda kam miqdorda 5% solishadi. Tirnog'imga ahamiyat bermaslar, hozir grunt aralashtirganimga qop-qora bo'lib qoldi. Men lekin 10 litrga 2 litr perlit qo'shaman. 8 litri ana kokosiviy torf plus chips va Agrobalt Sini torf bo'ladi. Aytgancha yana bir narsani aytishni unutibman. Agar iloji bo'lsa, qo'llaringizda bo'lsa, mana shunaqa yirik fraksiyali taxta ko'mir deymiz biza, o'tinni yongan sinig'i, o'shani qo'shsangizlar rosa zo'r, ham antiseptik, ham rixlik qiladi gruntni. Bakteriya, mikroblardan tozalab turadi. Men oldin rosa ko'p qo'shardim. Keyinchalik bir 4-5 ta negativ eshitdim grunt sotgan paytimda. Bittasi aytdi, o'zi dedi, o'choqqa o't yoqsangiz o'tin tiqilib yotibdi, shuni ham pulga qo'shib sotyapsiz deb bittasi gapirgandan keyin umuman qo'shmaydigan bo'ldim. Kim sotib olsa aytaman, grunt sotib olgan odamlarga aytaman, o'zlaringiz qo'shib olinglar deb. Chunki bir marta emas, bir 4-5 marta shunaqa gap eshitganimdan keyin, lekin aslida uni ham arzon turmaydi. Ko'mirni ham sotib olib aralashtiraman desangiz arzon turmaydi. Uni yana bo'laklash kerak, maydalash kerak, mehnati bor. O'shaning uchun bosh og'rig'ini yig'ishtirdimda, ko'mirni qo'shishni gulsevarlarimizni o'zini ixtiyoriga qoldirdim. 10 litrga 5%, ya'ni 10 litrga yarim litr nima deydi? Ko'mir siniqlarini qo'shish mumkin. Mayda yirik aralash iloji bo'lsa, mana shunaqa sostavda yoki bundan ham sal yirikroq bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Menimcha grunt haqida ma'lumotga ega bo'ldingizlar. Sog' salomat bo'linglar.